Ziyo Zuqqo maktabini tanlagan ota-onalar nimalarga ega bo'ladilar? Ziyo Zuqqo maktabini tanlasangiz, birinchi navbatda farzandingiz har tomonlama xavfsiz bo'ladi. Birinchi navbatda u jismoniy xavfsizligi, chunki O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasining barcha hududi, demak, maxsus xizmat bilan himoyalanadi. Ikkinchidan, uni ma'naviy xavfsizligi. Uchinchidan, uni 3 mahal taomlanganda ham, demak, o'quvchilarni o'sha yeydigan ovqatlari alohida e'tibor qilinadi va bolalar taomnomasi asosida maxsus shu hududda o'zida tayyorlanadi. Endi nimalarga erishadi bolalar? Birinchi navbatda ham ta'lim oladi. Yuksak malakali kadrlardan ta'lim oladi. Chunki maktabimizda davlat mukofoti sohiblari, xalq ta'limi a'lochilari, xalq ta'limi fidoyilari faoliyat yuritadi. Bundan tashqari, demak, oliy ma'lumotli, oliy toifali hamda birinchi toifali ustozlarimiz bor. Bu ustozlarimizning tajribalari kamida 10 yillik, 15 yillik tajribaga ega ustozlarimiz bor va bular shu maktabimizning qadriyati hisoblanadi. Shu bilan birga, demak, nafaqat ta'limni maktabimizda ustozlaridan olishadi. Yana bitta masala, biz O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasining professor ustozlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritamiz. Har juma kuni maktabimizda kitobxon oila loyihasi faoliyat yuritadi va mana shu loyiha davomida, demak, o'zini kasbini yaxshi bilgan, yaxshi kitoblar mutolaa qilgan ustozlarimiz, o'sha professorlar, bundan tashqari o'sha ota-onalarimiz tashrif buyuradilar va o'quvchilarga mana shu kitobga muhabbat, ilm olishga rag'batni uyg'otishadi. Yana bitta masala, maktabimizda o'quvchilarimizni o'ziga bo'lgan ishonchni, ilmga bo'lgan nima deydi, qiziqishni yanada tarbiyalaymiz. Bu qanaqa bo'ladi degan savol bo'ladi. Bu albatta bolalarimizni maktabda tashkil etilgan kichik akademiyada o'zlarining ilmiy loyihalari bilan ishtirok etadilar. Bu loyihalarda o'quvchilar ustozlari bilan birgalikda yangi bir mavzularni tanlashadi va bu mavzularni 3 bosqichda taqdimotini o'tkazishadi va eng oxirgi bosqichda, demak, o'sha O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi professorlari, maktabimizni boyaga aytganimizdek fan nomzodlari va olimlari oldida o'zlarining loyihalarini, demak, taqdim etishadi. Bunda ular o'zlarini nutq madaniyatiga ega bo'ladi, o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi va biror bir mavzuni tadqiq etish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boradi. Bu nima uchun kerak? Bu chunki bolalarimiz kelajakda mana shu ilm qilishlari uchun dastlabki tamal toshi bo'ladi. Albatta, Ziyo Zuqqo umumta'lim maktabi siz bilan hamkorlik qilishdan mamnun bo'ladi.